Bag'dod tumani axborot kutubxona markazi 2025-yil ish faoliyati davomida. Bu yilda kutubxona kitob fondi 1173 dona yangi adabiyotlar bilan boyitildi. Hozirgi kunda kitob fondi elektron adabiyotlar 3000 donani, gazeta va jurnallar 69 donani, bosma nashrdagi adabiyotlar 89312 donani, raqamlashtirilgan adabiyotlar 3911 donani tashkil etmoqda. Abonament va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi bu yilda foydalanuvchilar soni 12077 nafarni tashkil etdi. Umumiy qatnovlar soni 51702 ta. Foydalanuvchilarga kitob berish 124306 tani tashkil etdi. 78 ta turli mavzudagi kitob ko'rgazmalar tashkillanib, 2254 ta adabiyotlar targ'ib qilishga erishildi. Foydalanuvchilarga ko'chma kutubxona orqali 1044 marta xizmat ko'rsatilib, 2205 ta adabiyotlar targ'ib qilishga erishildi. 65 ta kitob taqdimotlari, 84 ta ovozli o'qish mashg'ulotlari, 27 ta adabiy kechalar o'tkazildi. 92 ta davra suhbatlari, 18 ta ko'rik tanlovlar, 32 ta zakovat intellektual o'yinlar tashkil etildi. 4 ta ijodiy uchrashuvlar o'tkazildi. Sehrli mo'y qalam, mohir qo'llar, kitob bilag'onlari to'garaklari, kitob tafakkur qanoti va onalar klublari o'z faoliyatini muntazam yuritib, 180 marta mashg'ulotlar o'tkazdi. Axborot texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati 2025-yil davomida Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube tarmoqlarida 6600 nafardan ortiq foydalanuvchilarga ega bo'ldi. Axborot kutubxona markazi faoliyatini 8912 martadan ziyod yoritishga erishdi. Kutubxonaning rasmiy Bag'dod akam.uz sayti ochildi. 23 ta book treylerlar, 20 dan ortiq videoroliklar yaratildi. Kun savoli, iqtibos, kun tarixi, bilarmidingiz, asarni toping, muallifi kim, biz tavsiya etamiz loyihalari yil davomida 600 dan ortiq marotaba joylandi. Yil davomida 1588 dona 245912 sahifa adabiyotlar raqamlashtirildi. Bibliografiya xizmati tomonidan ma'lumot axborot xizmati 206 ta, tanlovlar uchun ishlab chiqilgan nizomlar 3 ta, hududdagi kitobxonlarga 10 marta metodik yordam ko'rsatildi. Bibliografik obzorlar 2 ta, esdalik yo'l ko'rsatkich 45 ta tayyorlandi. Kutubxona bo'ylab sayohatlar 66 marta, axborot daqiqalari 17 marta o'tkazildi. Unikat dasturida 300 ta yozuvlar yaratilib, 5450 ta bibliografik yozuvlar tahrirlandi. Moddiy texnik bazani mustahkamlash uchun 2 ta zamonaviy kompyuter, bitta printer, 10 ta kitob javoni xarid qilindi. Bir so'z bilan kutubxona uchun omadli yil desak mubolag'a bo'lmaydi.